bayroqdan to'g'risini tanla. Ruminiya davlati bayrog'ini toping. Poytaxti Buxarest shahri. Ajoyib! Bu sizning g'alabangiz. Bayroqlar bir-biriga o'xshash. Qani topingchi? Irlandiya poytaxti Dublin shahri. Qoyil qoldim sizga. Topdingiz. Taxmin qilishga tayyormisiz? Monako dunyodagi eng kichik davlatlardan biri bo'lsa ham, u yerda daromad solig'i yo'q. Ajoyib! Siz haqiqatdan ham bilimlisiz. Bu qiziqarli bo'lishi aniq. Intuitsiyangizga ishoning. Avstraliya rasmiy poytaxti Canberra hisoblanadi. Qoyil, topdingiz. Siz aqlli ekansiz. Bu oson ko'rinsa ham qiyin bo'lishi mumkin. Norvegiyada yozda shimoliy hududlarda quyosh bir necha hafta davomida umuman botmaydi. Barakalla, bilimingiz tahsinga loyiq. Bu qiyin bo'lishi mumkin. Tayyormisiz? Venesuelada dunyodagi eng baland sharshara joylashgan Angel Falls. Tabriklayman. Zo'r ish, to'g'ri javob. Buni ko'ra turib, to'g'ri javob bera olasizmi? Nigeriyaning Lagos shahri Afrikaning eng yirik aholiga ega shahri hisoblanadi. Qoyil, topdingiz. Birinchi xayolingizga nima keldi? Avstriya dunyoga mashhur klassik musiqa markazlaridan biri hisoblanadi. Ha, to'liq to'g'ri javob. Siz nechta topdingiz? Bangladesh dunyodagi eng yashil mamlakatlardan biri deb ham ataladi. Siz haqiqiy bilimdon ekansiz. Aqllilikni isbotlash vaqti keldi. Laos minglab Budda haykallari yurti deb ham ataladi. Tabriklayman. To'ppa to'g'ri javobi. Ko'rib turing va taxmin qiling. Shvetsiya poytaxti Stokgolm 14 ta orol ustiga qurilgan. Siz aql bilan javob berdingiz. Juda oddiy ko'rinadi, lekin shunaqamikan? Chexiya poytaxti Praga 100 minorali shahar deb ataladi. Zo'r, siz javobni bilardingiz. Sloveniyada mashhur Bled ko'li joylashgan. Uning o'rtasida kichkina orol va unda cherkov bor. Yaxshi ishladingiz, bu to'g'ri. Vaqt tugashidan oldin javob bering. Belgiya dunyoga mashhur shokoladlari bilan tanilgan. Ha, siz yana to'g'ri topdingiz. Tez o'ylang, javobingiz qanday? Armaniston dunyoda xristianlikni davlat dini sifatida birinchi bo'lib qabul qilgan mamlakat hisoblanadi. Sizga rahmat, to'g'ri belgiladingiz. Sizningcha bu nima bo'lishi mumkin? Estoniyada davlat xizmatlarining deyarli barchasi onlayn ishlaydi. Ha, sizda aql va bilim uyg'unlashgan. Bilimingiz qay darajada? Ko'ramiz. Peru poytaxti Lima Tinch okeani bo'yida joylashgan. To'g'ri, bilim sizning qurolingiz. To'g'ri javobni topa olasizmi? Senegal poytaxti Dakar G'arbiy Afrikaning eng muhim port va madaniy markazlaridan biri hisoblanadi. Juda yaxshi, siz to'g'ri tanladingiz. Yorqin javob uchun imkoniyat. Niderlandiya dunyoda lola gullari bilan mashhur.
Tabriklayman, siz javobni topdingiz. Diqqatni jamlang, javob toping. Moldova poytaxti Kishinyov shahri. To'g'ri, siz e'tiborni yaxshi qaratdingiz. Tabriklaymiz, siz maqtovga loyiqsiz.